abort tavsiya qilindi. Homiladorlikda uchraydigan bu nuqson tibbiyotda Siam egizaklari deb nomlanadi. Siam egizaklari 3 guruhga bo'linadi. Bosh, ya'ni bo'yin sohasidan tananing ikkita boshning joylashishi yoki bo'lmasam ko'krak qafaslari sohasidan tananing birlashib ketishi yoki qo'l-oyoqlar sohasidan ham birlashib ketish holatlari bo'lishi mumkin. Bizda aniqlangan egizaklarimiz esa bo'yin sohasida, ya'ni boshning ikkiga ajralgan holatda bo'lishi aniqlandi. Demak, bu homilamiz ko'rikka kelgan vaqtida, demak 11-12 haftalik homila. Ko'rayotganimizda qaranglar, mana bo'yin sohasida shunday bosh ikkita bosh, yuzchalar ham bir-biriga qaragan, ko'krak qafasidan qo'shilgan va ko'rgan vaqtimizda hattoki yuraklari ikkita, oshqozoncha ham ikkita, lekin qo'l-oyoqlar bir juftdan iborat. Mana shu holatdagi homilamiz. Bu homila 8 haftaligida ham UZI ko'rigidan o'tgan, lekin hammasi normada bo'lgan. Siam egizaklarining yuzaga kelish sababi bitta tuxum hujayradan rivojlanayotgan homilaning tashqi muhit omillari ta'sirida yoki bo'lmasam genetik buzilishlar natijasida yuzaga kelishi mumkin. Siam egizaklari yashash uchun kurashish imkoniyatlari chegaralangan bo'ladi. Sababi bulardagi tana holatining birikishi yoki qo'l-oyoqlarning bir juftdan bo'lishi ularni demak hayotga yashovchanligini kamaytiradi. Hamda yurakdagi tug'ma nuqsonlar bularda juda kuchli rivojlangan bo'ladi. Shuning uchun biz bu holatda bunday homiladorimizga, ya'ni bu ayolimizga genetik maslahatini, ya'ni genetik konsultatsiyasini tavsiya qildik va abort tavsiya qilindi.